Sibirda bir tadbirkor benzinli arralarni 200 rublga sotib olar, Varshavada esa ularni $200 sotardi. Olingan pulga Polshada sigaret xarid qilib, ularni Germaniyaga olib borardi. U yerda tamaki 2-3 barobar qimmat edi. Qaytishda esa SSSRga gaz ballonchalari, kottejlar va boshqa tovarlar olib kelinardi. Shu tarzda $10,000 jamg'argandan so'ng Tinkov katta o'yinga kirishga qaror qiladi. U elektronika savdosi bilan shug'ullana boshlaydi. Boshqa chemadanda tashuvchi savdogarlar jinsilar solingan xaltalarni tashib yurgan bir paytda Tinkov yanada oldinga qadam tashlaydi. U Singapurdan kalkulyatorlar va kompyuterlar olib kela boshlaydi. Boshida o'zi qatnaydi, keyin esa aviakargolardan foydalanadi. Tovarni kreditga olish imkoniyati paydo bo'lgach, u allaqachon konteynerlar bilan savdo qila boshlaydi. Sankt-Peterburgga kelgan texnika butun Rossiya bo'ylab tarqatiladi. Bitimlar Petrosip kompaniyasi va uning Kemerovo, Novosibirsk hamda Omskdagi filiallari orqali amalga oshiriladi. Sxema ishonchli edi, lekin 1990-yillarning o'rtalariga kelib, raqobat va valyuta kurslarining keskin o'zgarishi foydaga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Sibirda bir tadbirkor benzinli arralarni 200 rublga sotib olar, Varshavada esa ularni $200 sotardi. Olingan pulga Polshada sigaret xarid qilib, ularni Germaniyaga olib borardi. U yerda tamaki 2-3 barobar qimmat edi. Qaytishda esa SSSRga gaz ballonchalari, kottejlar va boshqa tovarlar olib kelinardi. Shu tarzda $10,000 jamg'argandan so'ng Tinkov katta o'yinga kirishga qaror qiladi. U elektronika savdosi bilan shug'ullana boshlaydi. Boshqa chemadanda tashuvchi savdogarlar jinsilar solingan xaltalarni tashib yurgan bir paytda Tinkov yanada oldinga qadam tashlaydi. U Singapurdan kalkulyatorlar va kompyuterlar olib kela boshlaydi. Boshida o'zi qatnaydi, keyin esa aviakargolardan foydalanadi. Tovarni kreditga olish imkoniyati paydo bo'lgach, u allaqachon konteynerlar bilan savdo qila boshlaydi. Sankt-Peterburgga kelgan texnika butun Rossiya bo'ylab tarqatiladi. Bitimlar Petrosip kompaniyasi va uning Kemerovo, Novosibirsk hamda Omskdagi filiallari orqali amalga oshiriladi. Sxema ishonchli edi, lekin 1990-yillarning o'rtalariga kelib, raqobat va valyuta kurslarining keskin o'zgarishi foydaga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shunda Tinkovning hamkori Andrey Surkov bilan ulgurji savdodan chakana segmentga o'tishga qaror qabul qilishadi. Petrosip brendi ostidagi birinchi do'kon Peterburgdagi Vasilyevskiy orolida, ikkinchisi esa shahar markazida Marat ko'chasida ochiladi. Assortimentda Sony'ning kulrang texnikasi bor edi. Dastlab do'konlar hatto tashqi reklamasiz ishlagan. Savdo hajmi oshgach, do'konlarga brend qo'yish masalasi ko'rib chiqiladi. Shunda barcha filiallar Texnoshok nomi ostida birlashtiriladi. Sovetcha xizmatga o'rganib qolgan xaridorlar rostdan ham hayratda qoldi. Chunki toza zalli, puxta o'ylangan joylashuv vitrinalari, zal ichidagi maslahatchilar, ya'ni konsultantlar, hammasi ularni hayratga soldi. Texnoshok hatto g'arb standartlari bo'yicha ham namuna edi. Bu tasodif emasdi. Tarmoq prezidenti sifatida Tinkov AQShdan Sergio Gustalenkoni taklif qiladi.